tarixda elida cho'ng kichik bo'lib 10 qal'a silingan bo'lib, qal'alarning atrofi egiz sepillar bilan qo'rshalgan edi. Bo'lib G'ulja, Suydun, Kura, Bayondoy qal'alarining sepil qurilishi 60-70 yil davomlashgan. Bu qal'alar bitkicha elidagi har millat dehqonlarining zimmasiga yer terib, o'stan chepib, g'alaporoq oshliqini topshirishdan boshqa yana sepil so'qishdek ig'ir amgakmi oshar bo'lib yuklangan. Sepil naqshisi ana shu tugumas kulfatlarning ochiq bayonidir. Bekle